Yangi Toshmiyda Novostroyka 2 xonali dom qidiryaptimiz. Mebel texnikalari bilan bitta zo'r variant topib qo'ydim aka. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'ying. Men domni bitta polniy sizlarga obzor qilib beraman. Domimiz 6 qavatli domni 2-qavatida joylashgan. Bu spalniyimiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek remontlari juda ham yaxshi. Alohida ahamiyat beringlar, har bitta xonamizda derazalarimiz joylashgan. Zalimiz va mana bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizga ham bitta alohida ahamiyat beringlar. Va bitta eng zo'r tarafi, mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar mana shu uyni o'zida qoladi. Va bu mana sanuzelimiz. Okalar, bitta like bosib qo'yinglar. Agar bizga podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska tashab qo'yinglar. Bunaqa zo'r uylarni qo'yib borishni davom ettiramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, uyga egalari $75,000 so'rashyapti. Yana kelib 100% gaplashsanglar, balki o'tib berarlar. Okalar, lekin narxiga nisbatan menimcha arziydi, chunki hamma mebellar, texnikalar mana shu yoqda qolyapti. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, biz bundan ham zo'rini qo'yib boramiz.